alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Hop, biz Jizzax shahriga yana keldik. Men Jalolbeyning uyiga keldik. Olmasdan xavotir olgan ekan, nazorat qilib, o'sha yoqdan chaqirsa ham 700 kilometrga keldik. Hop, temperaturamiz 10 kun bo'ldi, 7.4 ga tushdi. Jalolbey nechaga tushdi? 4 ga 6 tushdi. O'sha 100 tonnami qancha kirdi? 100 tonna sig'nadi etkanda-da. Xudo xolis meni o'g'lim bilan terib, joylashtirib o'pdilar. Oqomni yaxshi Jizzaxda nomerdan olmay turishlar. Xudo xolisa kimga olmay kerak bo'lsa, oldi sotdi qilish kerak bo'lsa, optim kerak bo'lsa, aloqaga chiqaversa, olmalar holati bu yil juda ham yaxshi, sifatli olmalarni zo'ridan qo'yibdilar. Bu eng kichkinasi bu. Bu korobkadagi отборнийлар, katta-kattalar. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qurib berish kerakmi, maslahat kerakmi? Mehnat qilib berish kerakmi, yo mahsulot kerakmi, telefon qilaverasizlar bemalol. Motorlarimizni ishlashi yaxshi, Xudo xolisa jim. Bo'shida o'rnatganimizda oz muammo bo'larmikin, qo'ni-qo'shnilarga, o'zlariga, uylarga bishat qilarmikin dedik. Yo'q, xalaqit bermayapti dedilar, yaxshi, zo'r. Dillariga ham ma'qul kelibdi ovozlari. Telefonda baland bo'lishi mumkin, lekin unaqa baland emas. Mahallada olsa to'g'ri hovlidan xonadonlarga xalaqit qilmayapti-ku. Xudo xolisa kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatda emas, olmay kerak bo'lsa, optim, bu Jalolbeyga chiqaverasizlar. Yonida Muhammad Mirzo usta. Amaniga rahmat, ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar.